video o'ylayaptimi? Boyaga qalay? nima? Bugun ana maktabga borishimiz kerak. Uyga so'ng necha bo'ldi boyaga? Hozir maktabga boraman. Chiqib qorovul bizni kirgizmasa yana. Kirgizmaydimi yana? Короче, ana biratdan 20 ming qarshim bo'ladi, shuni ham aytyapman. Yexti 20 ming qarzday qarzi. Bo'pti, bular maktabga borganimda yoqaman. Xo'pmi? Bolalar men maktabga boryapman. O'qitgan maktabda yoniga qaranglar nima quribdi. Bolalar futbol maydoni, qo'yil, arg'imchoq, menimcha shunga dam olish bergandir. To'g'rimi boy? Boy qayerda? Bilmayman. Arg'imchoq. Bizga uchishga zo'rda, lekin biz kattamiz. Mayli, uchaveramiz. Bizga farqi yo'q. O'qitgan zo'r narsalar qurishibdi bular. Barakalla. Ana cho'ta ikkita kaltob ketyapti, bitta o'zida. Yo'q, Amerikani ko'rib. Yo'qmi, yo'q. Sana qizlar. Bisklet. Bosqinlar keldi. Bosqinlarni o'ldiring. Qorovul aka nima bo'ldi? Ularni qo'rqitishmi? Voy, qorovul aka ketyapti yo'lda. Ana iltimos yordam ber. Nima bo'ldi? Nimaga o'lyapsiz? Telefon chiqdi menga. Telefon? Ishlatasizmi? Menga ber. Rahmat, boyga. Hali telefon olmayapman. Menimcha zombida telefon bor ekan. Bugun telefon Bosqinchilarda. Qalay qorovul aka? Yaxshimi? Qalay ketdi. Qalay. Ustoz kutyapti. Bo'pti, bolalar. Hozir. Yo'qchi. Bolalar mublar kuchayib ketgan-ku. Ovqat. Assalomu alaykum direktor. Va alaykum assalom. Bunga kech qolding. Aniqlarda sinfimizda mublar bo'lib yotibdi. Shularni yana o'ldirish kerak. Nimaga biz shunga charchab ketdik. aniqlarda rezo'r qurib. Bo'pti, o'ldirganimdan keyin videoni yoqaman, bratlar. Xo'pmi? Bolalar uni qiynalib o'ldirdik, o'lishimizga sal qoldi. Nechimga sotib olding? Sotib endirmay yo'q bo'ldi. Uzr. Olmam qani? Bolalar uzr video o'chirilib ketdi. Bilmasam, lekin mayli. Men boy aka aynar deb o'ylayman. Boy aka ustoz aytayapti. Ustoz, bugun jism tarbiyaga chiqamizmi? Albatta, ha. O'tgan yillar chiqmasdik. Matematiklar qilib olinglar. Xo'p. Jism tarbiyaga kim chiqadi? Xohlaganlar chiqadi. Ammo Ustoz mana matematikani qilib bo'ldim, tekshiraverdim. Tekshirib oldim, ustoz bo'ldi. Siz qarang, mana to'g'rimi? Qani mana? To'g'ri ekan bu. Chiqaringlar. Rahmat. Nima uchun ustoz? Aqllar menda birga bo'lmaganimizda Ketdik yurdi. chiminasiga. Qorovul aka biz ko'chaga futbolga. Bo'pti. Ish qilib kaptokni teshib qo'ymanglar. Kaptok teshib qo'ymaylik. Qo'ysasan. Yo'q, entirmang. Dang. Gapga. Mana vartan bu yoq. Nima? Tashay. Juda bana xatoqis mana. Kaptok. Basketbol o'ynaymiz, basketbol. Mana Yes.
Güzel. Yok hadi lan. Bo'ldi. Tanaffuslarni yedir. Top qo'yib qo'y. Ket, hali tanaffus chalmadi. Narsalar 3 oylik arg'imchoq. Yupi! Oy, Men yiqilishdi. o'tiraman. Men tortilaman. Tortildim. Hadi lan qarang. Arg'imchoq ushamizmi? Maza. Kecha ustoz ko'rmayotganda water drop qilib kelamiz. Pulni men tikaman. Bo'pti. Bolalar biz ungacha water drop qilgunimizcha keyin kamerani yoqamiz bo'pti. Bolalar hozir biz chiqyapmiz. Ana boy nima qilyapsan? Boy nima qilyapsan? Chiqanasanmi? Chiqanda qilma. Yellanati. O'lib qolsam-chi boy? Bilmaymanmi? Yo, burchak bo'ldi boy. Bo'ldi bola hozir chiqib olib, ular ikkinchi marta chiqishim. Voyot! Yel, sen nima tushirib qo'yganmisan boy? Maktabim kech qoldi. Video olyaptimi? Albatta olyapti. Obbo, yana o'tgan sara olding. Ha, bu payti shorts bo'lib qoldi-da. Hozir bu payti yaxshi olaman. Ket. Eshitilayapti. Hozir waterproof qilaman desan, kichikroq anila. Sen kichikroq boy ol tepadagina waterproof bilan. 20 ta zoom chiqyapti yonimizga. Burchak. Chiqishni bilmaysanmi? So'z menimcha bizni urishsa kerak. Boy. Jagim. Sudan chiqaymi? Boy chiqolmaysan-da. Yuppali! Voy, ona. Kaltaman dedi. Uyda keldi. Uyda kaltini men Aman, topolmadim. Topolmaysan-da. Narsalar olmading. Yo'q. Voy, yordam ber. Kuchukmisan? Jannat. Yordam ber, albatta. Juda o'linyapti deysan. Obbo deysan. Uncha video o'ylaysiz. Bola bu tendak boyda ko'rishni xohlamasangiz o'tkazaman videoni. Bo'pti. Bolar, men ana uni haydab yubordim boyda. Tepadagi suvni olib kel dedim. Esa chiqolmayman deb maqtanib aytadi. Agar kelsa urib o'ldiraman. Mana tayyor. To'xtanglar, maktabga borib ustozdan so'rash kerak. Qachon endi ertaga maktabga boradi? Akila, bugun nima ishingiz bor edi? Bugun bormayman, ertaga boraman endi. Ertalab tursam boraman. Ular nimaga turibdi? Pastdagi ustozdan so'raydi. Biz yonga ustoz, nima qalayapsiz? Yaxshimisiz ustoz? Necha yil bo'ldi siz ko'rmadim. Ertaga maktab bo'ladi-ya. Ha, bo'ladi. Menga bir kunga dam olish berib turing, ishim bor edi-da. Bo'pti, ustozga aytaman, dam olish berib turadi. Rahmat ustoz, ketdim men. Bolalar shunaqa bo'ldi. Ovqatimiz Anila, voy, nima qilyapsan? Mana zombi yaramas yeb qo'yibdi ustozni. Neda? Ustoz deb anoni. Ustoz nima? Ustoz deb qo'yganlar bola ekanlar. Neda? Faqirni xo'jayinni o'ldirib qo'yibdi. Faqirni qo'yib qo'yapman. Anila sanab qo'yibdi. Yordam bering. Men qarab o'tirmasam bo'ladi. Chiqib olay. Xo'pmi? Men chiqdim. Mana bu yerda boy o'lib qoldi. Ularning hammasi bo'lishi kerak. Boy o'lib qoldi. Uchsak. Ana buni qochish kerak. Yellamadi. Reklamani kutib oling. Men hamma narsani oldim. Nima? Tuy qol. Ko'zimga ko'rmasin. Kulibchi? Na.
Fikrimni. Hozir men bezaman. Qo'ychi, men hayotda so'zlarni dam olib o'tirdim. Men o'tirdim, tanimasan. Bor Bor so'rab kel. Bor so'rab kel. So'rab kel ustozdan. Telefon olib kelay, telefon qo'yaman. Ali ustoz, ha, ertaga anamning bo'ldi. Bolalar, bugungi videomiz tugadi bolalar shu yerda. Boy xayrlashib qo'y. Xayr bolalar, bo'pti. Sizlar bilan men bo'ldi. Sizlar bilan bolalar, fakt 120 bo'ldi. Bo'pti. Bizlarni tomosha qiling, like va podpiska bosib turing. Biz uchun bu maroqli. Sizlar uchun biz uchun bu maroqli. Sizlar uchun esa bu qiyin emas-ku. Barchangizga maroqli, xayrli tilayman.